Kariz qaynonam yana bitta sovg'a oldilar. Kimdanligini bilmayman. Menimcha ishxonalaridan birorta tanishlari jo'natgan bo'lsa kerak. Shunaqa o'ylaymiz. Kelinglar endi buni ochib ko'ramiz. Ichida nima borligini bilmaymiz, lekin meva bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Qaranglar, chunki bariga ham bor ekan. Rosa chiroyli qilib o'rab berishibdi o'zi ham. Oma! Biz apelsin deb yotsak, buning ichida har xillar bor. Bosh ketdi. Mana mango va shisha qimmat Koreyada. Boshqacha mango ham bor. Bu ham vasha mazali. Shayin masket, uzum, bitta olma va bitta nok. Ichida 5 xil meva bor. Koreyada mevalarni juda ham ko'p sovg'a qiladi bu kishimga, bir-biriga. 씻지도 않고? 맛있어? 맛있어요. 하나 먹어봐요. 싫어, 씻지도 않고. 괜찮아요. 안 죽어요. 맛있어요. 씻어 먹어. Qaynonam mevalarni sovuq qilib yeyish yaxshi ko'radi. O'shanga sразу холодильникka solib qo'yadilar. Qaranglar, o'yinchoq o'xshaydi-ya. Endi kechasi холодильникda ochib bittadan yeymiz. Vosimiz ekan.